Ego pechkalar narxi endi hozirgi kunda 850 mingdan aksiya e'lon qilganmiz. Ko'rishlaring mumkin. Hozirgi ayni paytda bu pechkalarimizni Tojikiston Dushanbe shahriga chiqaryapmiz. Bu pechkamiz 25-25 oddiy varianti, ya'ni bunkerlari 25-25 lik oddiy varianti. Xo'p, pechkamizning og'zi katta bo'ladi, 20-16 bo'ladi. O'sha vohali klientlarimiz istaganidek og'izlari katta, bemalol o'tin ko'mirlar hamma yoqda sosalaring bo'ladi bemalol. Xo'p, listlari qalin 3 lik listda bo'ladi. Teplanmasi 2 lik listdan bo'ladi. Asosiy kratori 3 lik listdan bo'lib, asosiy cho'q turadigan joy mana pastki qismi ichi qavat bo'ladi. Asosan cho'q ashta turgani uchun ichi qavat qilganmiz. Yonlariga keladigan bo'lsak, yonlari qovurg'ali, ya'ni bu ham qovurg'a mustahkamlik beradi, qorin berib olmasligi uchun mustahkamlik vazifasini bajaradi va pastidan havo tortadi. Ko'rishlaringiz mumkin, tumoq teshiklarni qilib qo'yamiz. Pastdan zaslonkasini ochsangiz, zaslonkasidan havo tortib, asli yonidagi qovurg'a kameralaridan chiqarib beradi. Xuddi shu varianti 25-25 oddiy pechkamizning orqasiga tapchan, ya'ni suppa qo'yib qo'yilgan varianti. Xohlasang bu suppani tepaga olib olib tashlasangiz bo'ladi, xohlasang qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu suppani vazifasi qishki kunida yosh katta otaxon, onaxonlarda abdastada suv qo'yib, tahoratga suvlarni qo'yib qo'ysangiz issiqqina turaveradi. Bu pechkamizning ustida xohlasalang ovqat pishirsalang bo'ladi, xohlasalang choy qaynatib shashliklargacha qilsalang bo'ladi. Xo'p, bu pechkamiz esa 20-20 oddiy varianti. Xo'p, bu pechkamizning orqasida tapchanlar yo'q bo'ladi. Oddiy varianti shunaqa bo'ladi akalar. Bu pechkamiz xuddi shunaqa, yonlari buni ham yonlari qovurg'ali bo'ladi, ichlari havo kameralari bilan to'lgan bo'ladi. Asosiy cho'q turadigan joyi 3 likdan 2 qavat bo'ladi, ya'ni 6 lik. Aytgancha taylari cho'yanda bo'ladi, mustahkam cho'yanda bo'ladi, ko'rishlaringiz mumkin. Bu pechkamiz esa 25-25 bunkerli full variantidan bo'ladi. Bu pechkamiz ham xuddi shunday qolgan pechkalar singari listlari 3 lik listdan bo'ladi. Asos cho'q turadigan joylari xuddi shunaqa 3 lik listdan 2 qavat bo'ladi. Yonlari qovurg'ali havo kameralari bilan to'ldirilgan bo'ladi. Bu pechkamiz ham pastlari qalin cho'yanda bo'ladi. Bu 25 lik ketcha bunker kattaroqligi uchun 2,5 kilo, 2 kilo 800 lik cho'yanda bo'ladi. 20-20 lik pechkamizga esa 2 kilolik qalin cho'yanda bo'ladi. Pechkamizning tepasidagi gullarini foydali taraflari, misol uchun chaynakda bo'lmasa paqirda suv qo'yib qo'ysalaring, yosh bolalaring bo'lsa, olib tortib yubormasligi uchun, tortib yuborsa to'kilib ketadi-yu, shuni hisobiga zashta rolini ham o'ynaydi bu pechkamiz. Taylari xuddi shunaqa suppada bo'ladi. Xohlasangiz suppani olib qo'ysalar ham, xohlasangiz qo'yib qo'ysalar ham bo'laveradi. Bu pechkamizdan xuddi shunaqa issiqliklari umuman tutamaydi, hech chiqarmaydi. Birinchi olishlaringda tashqariga olib chiqib, ikkita karnayni qo'yib turib, tashqarida yoqib yuborsalang, kraskalari yangiligi uchun bir qator tutib oladi. Kraskalari reaksiyaga kirishib, listga yopishib oladi, o'rnashib oladi. Shuni hisobiga birinchi yoqqanlarni tutadi. Eshiklarni ochganlarni ham bo'lasa umuman tutun chiqmaydi. Sinovdan o'tgan pechkalarimiz bular hammasi. Ko'rishlaring mumkin. Va bu gibrid katyorimiz bo'ladi, o'sha mashhur. Va bu katyorimiz xudo xolasa o'zi bilan 3 ta xonani isitish qobiliyatiga ega. Mana podachi obratchalari. Bu katyor o'zini bitta xonaga qo'yiladi. Bitta xonani o'zi isitadi. 2 ta xonani radiator, o'sha отопление bilan isitadi. Bu katyorimizga xudo xolasa yangiliklar kiritganmiz. Orqalari havo tortadigan kameralar qo'shilgan va tepasiga turbalar qo'shilgan. Tepasi turba bo'ladi. Xo'p, turbalar bemalol o'tga chidamli bo'ladi. 2.8 stenali turba bo'ladi, rossiyskiy. Buni ham listlari xuddi shunday 3 lik listdan bo'ladi. 2 qavat bo'ladi. Mana shu yoni orqasida suv aylanadi. Ikki yonida orqasida suv aylanadi. 3 lik listdan bo'lgani uchun 12 litr, 13 litr suv sig'adi buni o'ziga. Xudo xolasa gibrid katyorlikdan ham 20-25 lik pechkalarimizdan ham xudo xolasa cheklanmagan miqdorda bor. Optimga ham, donaga ham kelishib savdo qilamiz xudo xolasa. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib bemalol zakaz berishlaring mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlari mavjud. O'zbekiston bo'ylab xudo xolasa yangiliklarimizdan biri bo'ladi. Hozir yana bitta yangiligimizni ko'rsataman. Xo'p, bu gibrid katyorimizning yangicha versiyasi. Bu katyorimiz
o'zi bilan 4 ta xonani, 5 ta xonani isitish qobiliyatiga ega. Bu sinovdan o'tgan. Xudo xolasa. Buni ham o'sha ikkita burchagida havo berish kameralari bor. Tepalari 8 ta 208 stenali o'tga chidamli turbalari bilan qoplangan. Pastlari ham shunaqa 208 stenali o'tga chidamli turbalarimiz bilan qo'yilgan. Bu katyolimiz xudo xolasa bir sutkasiga 20 kilo 22 kilo ko'mir rasvot qiladi. Rosa qishda to'xtatmay yo'qolgan bo'lsangiz 20-22 kilo ko'mir rasvot qiladi. Bu katyolimiz ham xuddi shunday gibrid katyoldek bitta xonaga o'zini qo'yasiz. 3 ta xonaga radiator ulab qo'yasiz. Radiator bo'lishi ham shart emas, xohlasangiz hozirgi kunda rossiyskiy turbalar bor. O'sha rossiyskiy turbalarda montaj qilgan uylar ham bor. Eski montajga o'rnatsiz ham bo'laveradi. Hop, bu pechkamiz bilasizlar, bu yil yangilik pechkamiz bo'ladi. Buning nomi Paxtakor pechka. O'zimizning qishlog'imizning nomi Paxtakor pechka qilib nomladi bu pechkamizni. Xudo xolasa bu pechkamiz bo'ylari 1.35 bo'ladi. Agar mo'risi bilan hisoblanganda 1.35 bo'lmasa pechkani bo'yi 1.30. Bunaqasiga eniga 35, bunaqasiga 45. Agar mabodo shunaqa pechkadan o'rnatmoqchi bo'lsalaring, razmerlarini bilib qo'yganlaring yaxshi. Bu pechkalarimizni yangilik qilib, xudo xolasa, pechkamizni pastlaridan deflektor qo'yganmiz. Bu yerdan sovuq havo pastdan kirgani uchun sovuq havo kirib tepadan qizib, deflektordan issiq havo bo'lib chiqib ketadi. Xuddi shunaqa moslamasi orqa tarafida ko'rishlaringiz mumkin. Pastdan kiradi, tepadan chiqib ketadi. Bu pechkamiz ko'p odamlar muammosi shuki, bu pechkani oldi tomondagi xonani tutadi, orqadagi xonani isitmayapti degan odamlar kam emas, juda ko'p. Xuddi shunaqa odamlarni uyini oldi tomonini ham, orqa tomondagi narigi uyni ham bemalol isitish qobiliyatiga ega bu pechkamiz. Bu pechkamizni rasxodlariga keladigan bo'lsak, rasxodlari 15 kilodan 20 kilogacha ko'mir rasxod qiladi. O'tinlarni hisobga olmaganda baribir bitta o'tin yoqiladi. Shuni hisobiga 15 kilodan 20 kilogacha ko'mirni o'zini rasxodi. Bu pechkamizda ham xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlar mavjud. Butun O'zbekiston bo'ylab Qoraqalpoq, Xorazm hamma joyga dastlabki qilib beramiz. O'rnatib berish xizmatlari ham bor. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsalar, xudo xolasa kelishilgan narxlarda qilib beramiz. Xudo xolasa pechkalarimiz cheklanmagan miqdorda bor. Hozir yozgi kunida aksiya narxlarda olishlarini tavsiya qilamiz. Ertaga sovuq tushib ketgandan keyin bizda ham zakazlarimiz ko'payib, ulgutib bera olmay qolgan paytlarimiz ham bo'lishi mumkin. O'tgan yilda shunaqa holatlar ham kuzatildi. Aksiya narxlarda olib qolishga ulgurib qoling. Mana pechkalarimiz tomonga chiqqan, sheripovka bo'lib, tashqariga kraskalangani chiqadi. Xuddi shu ekopechka zavodi, ishlab chiqarish zavodi.